Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz, obunachilarimiz, hammalaringga xayrli tong, yangi tong muborak bo'lsin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Allohim kuch-quvvat berib, hammamizni qatorimizni xato qilmasin. Bugungi ishimizni ham Xudo xolasa boshlayapmiz mana. Hamma tayyorgarlik ishga. Bombatlar o'qib, Xudo xolasa ishni boshlayapmiz. Hammaga kattakon salom. Tanigan tanamaganlar, kuzatuvchilarimiz, hammalaring sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Gafalafga pish ko'tamiz Xudo xolasa. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bodomzorlar mana. Hamma mevadan bor. Bog'lona daraxtlari va mana. Xudo xolasa 3-4 kunda yakunlaymiz ishlarimizni.